Salom, qadrli tomoshabinlarim, kirish shoshilinch xabar. Bugun men sizga juda muhim bir ma'lumotni yetkazmoqchiman. Bu ma'lumot har biringiz uchun, ayniqsa keksaygan yaqinlari borlar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Hozirda juda ko'p shov-shuvlarga sabab bo'layotgan, ko'plab oilalarni kutilmagan qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin bo'lgan bir masalani oydinlashtirib beraman. Gap shundaki, ba'zi hujjatlarsiz nafaqaxo'rlarni dafn etishda katta muammolar yuzaga kelishi mumkin va bu mas'uliyat to'lig'icha yaqinlarning yelkasiga tushadi. Agar siz bu ma'lumotni bilmasangiz, qimmatli vaqtingizni, asablaringizni yo'qotishingiz mumkin. Shuning uchun bu videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir so'zga e'tibor bering. Hozirroq kanalimga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosing. Bu siz uchun hech narsa emas, lekin men uchun juda katta motivatsiya va bunday muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda qo'shimcha kuch beradi. Muammoning mohiyati avval qanday edi va hozir qanday o'zgardi? Bir necha yil oldin bizning jamiyatimizda, afsuski, yaqin insonimiz vafot etganida jarayon ancha sodda va tezkor edi deb hisoblashimiz mumkin. Odatda vafot etgan shaxsning yaqinlari shifokordan o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani olib, mahallaga yoki fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limlariga, qisqacha FHD, xalq orasida ZAKS deb ataladi, murojaat qilishardi. Mahallalar ko'pincha vafot etgan shaxsning doimiy yashash joyi bo'yicha ma'lumotlarni tasdiqlab berishar. Keyin esa dafn marosimini tashkillashtirishga yordam berishardi. Asosiy e'tibor marhumning sha'ni joyiga qo'yish va motam marosimini o'tkazishga qaratilgan edi. Hujjat ishlari keyinroq ham amalga oshirilishi mumkin edi, yoki ba'zan hatto minimal hujjatlar bilan ham dafn etish jarayoni tezlashtirilardi. Eng muhimi, dafn etish uchun rasmiy ruxsatnoma olish jarayoni murakkab emas edi. Asosan tibbiy ma'lumotnoma va shaxs tasdiqlovchi hujjatlar kifoya qilar edi. Ammo hozir vaziyat biroz o'zgardi. Aytishim kerakki, bu o'zgarishlar birdaniga bir kunda yuzaga kelmadi, balki asta-sekinlik bilan joriy etildi va hozirda yanada qat'iy talablarga aylandi. Gap shundaki, davlatimiz tomonidan pensiya tizimi tartibga solinish, ijtimoiy to'lovlarni aniqlashtirish, moliyaviy hisob-kitoblarni yanada shaffof qilish va har qanday suiiste'molchiliklarning oldini olish maqsadida ba'zi qonun-qoidalar kuchaytirildi. Endilikda vafot etgan nafaqaxo'rning o'limi rasman to'liq tasdiqlanmasdan va tegishli hujjatlar to'liq rasmiylashtirilmasdan turib, ayrim vaziyatlarda dafn marosimi bilan bog'liq masalalarda jiddiy qiyinchiliklar tug'ilishi mumkinligi haqida mish-mishlar emas, balki aniq holatlar yuzaga kelmoqda. Bu ayniqsa marhumning pensiya jamg'armasidan o'lim nafaqasi yoki boshqa bir martalik to'lovlarni olish bilan bog'liq bo'lib, ba'zi hollarda bu hujjatlarsiz hatto dafn etishga ruxsat berilmasligi haqida gapirilmoqda. Aslida bu xavotirlarning ildizi bor, chunki har bir fuqaroning o'limi rasmiy ravishda qayd etilishi shart va bu jarayon uchun ma'lum bir hujjatlar paketi talab qilinadi. Muammo shundaki, bu hujjatlarni yig'ish g'am-g'ussaga botgan, og'ir ruhiy holatda bo'lgan yaqinlar uchun qo'shimcha yuk va ortiqcha songarchilik bo'lishi mumkin. Hozirda aynan qanday hujjatlar talab etilayotgani, ularni qayerdan olish kerakligi, kimlarga bu qoidalar tegishli ekanligi haqida to'liq va batafsil ma'lumot beraman. Asosiy qism bik. Endi aziz do'stlar, bu masalada nimalarni bilishingiz kerakligini birma-bir tushuntirib beraman. Avvalo shuni ta'kidlashim kerakki, biz hech qanday holatda vafot etgan shaxsning dafn etilishi mumkin emas degan asossiz xavotirni yo'qotishimiz kerak. Har bir inson o'zining munosib ravishda oxirgi yo'lga kuzatilishi kafolatlangan va davlatimiz qonunlari bunga kafolat beradi. Muammo hujjatlarni rasmiylashtirish jarayoni va bu hujjatlar asosida davlat tomonidan ko'rsatiladigan moliyaviy yordamni, ya'ni dafn nafaqasini olish bilan bog'liq. Hujjatlar to'liq bo'lmaganda yoki ular rasmiylashtirishda kechikish bo'lganda dafn marosimini tashkillashtirishga ketadigan mablag'ni o'z vaqtida olishda qiyinchiliklar tug'ilishi mumkin. Kimlar xavotirga tushishi kerak? Asosan pensiya oluvchi yaqinlari bo'lgan barcha fuqarolar, ayniqsa agar sizning keksaygan oila a'zolaringiz uyda vafot etgan bo'lsa va ularning tibbiy kartalari, pensiya guvohnomalari, pasportlari yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar tartibsiz bo'lsa, muddati o'tgan bo'lsa yoki umuman yo'qolgan bo'lsa, bunday holda shifokordan tibbiy ma'lumotnoma olishdan tortib, bunday holatlarda shifokor o'lim guvohnomasini olishgacha bo'lgan har bir qadamda qo'shimcha tekshiruvlar talab qilinishi mumkin. 2. Pensiyani pochta orqali yoki to'g'ridan-to'g'ri naqd pul shaklida olgan bo'lsa. Chunki bunday hollarda bank hisob varag'i orqali hisobga olish
murakkabroq bo'lishi mumkin va pensiya jamg'armasiga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish zarur bo'ladi. Ba'zi hollarda vafot etgan shaxsning bank kartasi bo'lmasa, nafaqa pulini olish uchun maxsus bank hisobvarag'ini ochish ham talab etilishi mumkin. 3. Uzoq qishloq yoki chekka hududlarda yashagan bo'lsa, bu yerda FHDG idoralari, poliklinikalar yoki pensiya jamg'armasi bo'limlariga borish uzoq va qiyinroq bo'lishi mumkin. Bu esa tabiiyki hujjatlarni to'plash va rasmiylashtirish jarayonini cho'zib yuboradi. Ortiqcha xarajatlarga va asabiylashishga olib keladi. Kimlar xavotirga tushmasligi kerak? Agar sizning yaqinlaringiz kasalxonada vafot etgan bo'lsa va shifoxona ma'muriyati o'lim haqidagi tibbiy ma'lumotnomani rasmiylashtirishda barcha yordamni bergan bo'lsa, jarayon ancha soddalashadi. Shifoxonalar odatda o'lim sababi haqida to'liq va aniq tibbiy xulosani taqdim etishadi. Shuningdek, agar barcha hujjatlar, jumladan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, doimiy yashash joyi haqidagi ma'lumotlar to'liq va tartibli bo'lsa, muddati o'tmagan bo'lsa va ularda nomuvofiqliklar bo'lmasa, xavotirlanishga sabab yo'q. Bunday hollarda hujjatlarni rasmiylashtirish tez va muammosiz kechishi kutiladi. Keling, ba'zi aniq misollarga o'tamiz. Bu misollar sizga vaziyatni yanada yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Misol Bobboqul aka, raqam 5 yoshda uzoq yillik fidokor o'qituvchi edi. Toshkent viloyatining chekka qishloqlaridan birida o'z uyida kutilmaganda vafot etdi. Uning farzandlari shifokorni chaqirishdi. Shifokor o'lim sababini tasdiqlovchi dastlabki ma'lumotnomani berdi. Ammo Bobboqul akaning pensiya guvohnomasi juda eski bo'lib, uning shaxsini tasdiqlovchi ID kartasi esa amalda muddati o'tgan edi. Ya'ni uni yangilash kerak edi. Oilasi FHDG idorasiga murojaat qilganida. Ular Bobboqul akaning pensiya jamg'armasidan uning shaxsini tasdiqlovchi qo'shimcha hujjatlar va pensiya to'lovlari haqidagi ma'lumotlarni talab qilishdi. Chunki muddati o'tgan ID karta rasmiy hujjat sifatida qabul qilinmas edi. Bu g'amga botgan oila uchun katta qiyinchilik tug'dirdi. Chunki pensiya jamg'armasi bo'limi tuman markazida edi. U yerga borish uchun bir necha soat yo'l bosib o'tish. Hujjatlarni to'plash uchun bir necha kun va ortiqcha transport xarajatlari talab qilindi. Natijada o'lim nafaqasini olish muddati cho'zilib ketdi. Oila esa dafn marosimi xarajatlarini o'z yonidan qoplashga majbur bo'ldi. Aslida bu nafaqa o'rtacha pensiya miqdorining 3 barobar atrofida bo'lib, hozirgi kunda bu mablag' taxminan 45 million so'mga yetishi mumkin. Bu mablag' aynan dafn marosimi xarajatlarini qoplash uchun juda zarur. Misol 2. Shahar markazida yashovchi 80 yoshli Mo'minjon amaki kasalxonada davolanayotgan vaqtida vafot etdi. Uning vafot etgani haqidagi barcha tibbiy hujjatlar shifoxona tomonidan to'liq va puxta rasmiylashtirildi. Shu jumladan o'lim sababi to'g'risidagi xulosa ham. Shifoxona ma'muriyati Mo'minjon amakining yaqinlariga o'lim haqidagi tibbiy bot tayyor holda taqdim etdi. Uning o'g'li shu ma'lumotnoma bilan FHDga murojaat qilib, o'lim haqidagi gerbli guvohnomani tezda oldi. Keyin shu guvohnomani pensiya jamg'armasiga taqdim etib, o'lim nafaqasini ham tez va osonlik bilan rasmiylashtirdi. Bu jarayon umumiy hisobda 2 kun ichida amalga oshdi. Chunki Mo'minjon amakining guvohnomasi tartibda edi. Ularda pasportda edi va hech qanday nomuvofiqlik yoki muddati o'tgan holatlar yo'q edi. O'g'li dafn marosimi uchun ajratiladigan pulni o'z vaqtida olib, marosimlarni muammosiz o'tkazdi. Misol 32 yoshli Oysha xola qishloqda yashovchi, chet elda ishlaydigan yagona farzandidan uzoqda vafot etdi. Mahalladoshlari va yaqin qarindoshlari marosimni o'tkazish uchun yordam berishdi. Ammo dafn nafaqasini olish masalasi ko'tarilganda Oysha xolaning pasporti muddati o'tganligi va pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarda uning ismining yozilishida kichik nomuvofiqlik borligi aniqlandi. Masalan, pasportda Oysha deb yozilgan bo'lsa, pensiya guvohnomasida Oyshajon bo'lgan. Bu kichik xato bo'lsa-da, hujjatlarni qayta rasmiylashtirish va nomuvofiqlikni bartaraf etish uchun juda ko'p vaqt va kuch sarflandi. Uning farzandi chet eldan maxsus kelib, bu masalalar bilan shaxsan shug'ullanishiga to'g'ri keldi. Bu esa ortiqcha xarajatlar va stressga olib keldi. Oysha xolaning yagona farzandi kelguniga qadar dafn marosimi xarajatlari qarindoshlar tomonidan qoplangan edi va nafaqani olish muddati deyarli bir oyga cho'zilib ketdi. Chunki hujjatlardagi muammolar hal qilinishi kerak edi. Xulosa shuki, nafaqaxo'r vafot etganida hujjatlar qanchalik tartibli va to'liq bo'lsa, jarayon shunchalik oson va tez kechadi. Ayniqsa o'lim nafaqasi. Hozirda minimal pensiyaning kamida 3 barobar, ya'ni taxminan 4. 1 million so'mdan ortiq bo'lishi mumkin.
kabi moliya yordamlarini olish uchun bu hujjatlar juda muhim va ular rasmiy tarzda talab qilinadi. Asosiy qism 2 endi esa bu qoidalarning ba'zi istisnolarga, yashirin tuzoqlarga va ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlarga e'tibor qaratamiz. Bu sizga kutilmagan vaziyatlarda to'g'ri yo'l topishga va ortiqcha xatolardan saqlanishga yordam beradi. Istisnolar. Rasmiy qoidalar qat'iy bo'lsa-da, ba'zi hollarda vaziyatga qarab yondashuv o'zgarishi mumkin. Masalan, agar o'lim favqulodda vaziyatda, masalan, baxtsiz hodisa natijasida yuz bergan bo'lsa, huquq tartibot idoralari va tibbiyot muassasalari birinchi navbatda harakatga kirishadi. Bunday hollarda hujjatlarni rasmiylashtirish jarayonini boshlashda ularning xulosalari va tegishli aktlari muhim ahamiyat kasb etadi. Ba'zi qishloq joylarda agar FD bo'limi juda uzoq bo'lsa va transport muammosi mavjud bo'lsa, mahalla raisi va qishloq vrachlik punkti tomonidan berilgan dastlabki ma'lumotnomalar bilan vaqtinchalik daf marosimini o'tkazishga ruxsat berilishi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bu vaqtinchalik yechim bo'lib, keyinchalik baribir rasmiy hujjatlar bilan tasdiqlanishi shart. Bu istisnolar rasmiy qoidani bekor qilmaydi, balki faqatgina favqulodda sharoitlarda vaqtni tejash maqsadida qo'llanilishi mumkin. Shuning uchun ularga to'liq ishonib qolmaslik kerak. Har doim to'liq rasmiy hujjatlarni olishga intilish lozim. Yashirin tuzoqlar va xatolar. 1. Hujjatlarning yo'qligi yoki eskirganligi eng keng tarqalgan muammo shu. Agar marhumning pasporti muddati o'tgan bo'lsa, pensiya guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa yoki hatto tug'ilganlik haqidagi guvohnomasida xatoliklar bo'lsa, bu o'limni rasman ro'yxatdan o'tkazishni va daf nafaqasini olishni ancha kechiktirishi mumkin. Masalan, Boboqul aka misolida ko'rganimizdek, eskirgan ID kartasi sababli pensiya jamg'armasi ma'lumotlarini tasdiqlashda qo'shimcha so'rovlar yuborishga majbur bo'ladi. Bu esa g'amga botgan oila uchun ortiqcha yugur va kuch sarflashni talab qiladi. 2. Ma'lumotlardagi nomuvofiqliklar. Ba'zan turli hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana kabi ma'lumotlarda kichik farqlar bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Alimov Anvar deb yozilgan bo'lsa, pensiya guvohnomasida Alimov Anvarjon bo'lishi yoki bir hujjatda tug'ilgan sana 1900 yanvar bo'lsa, boshqasida 1900 fevral bo'lishi. Bu kichik nomuvofiqliklar ham byurokratik jarayonlarda katta to'siq bo'lishi mumkin va ularni to'g'rilash uchun sud orqali murojaat qilishga ham to'g'ri kelishi mumkin. Bu esa vaqt va mablag'ni talab qiladi. Oysha xola misoldagi ismdagi kichik xatolik ham shunga misol bo'la oladi. Bu kabi xatoliklar ko'pincha Sovet davridan qolgan eski hujjatlarda, ayniqsa qo'lda yozilgan yozuvlarda uchraydi. 3. Qarindoshlarning xabardor emasligi. Ko'pincha yaqinlari vafot etganda oila a'zolari qayerga borishni, qanday hujjatlarni to'plashni, qanday ketma-ketlikda harakat qilishni bilishmaydi. G'am-g'ussa ichida bo'lgan inson uchun bu juda og'ir vaziyat. U to'g'ri qaror qabul qilishga qiynaladi. Ba'zan hatto pensiya jamg'armasiga yoki FDYga murojaat qilish o'rniga faqat mahallaga murojaat qilib kifoyalanishadi. Bu esa rasmiy jarayonni boshlamasdan qoldiradi va natijada hujjatlarni rasmiylashtirish kechikadi. 4. Firibgarlik urinishlari. Afsuski, ba'zi hollarda vafot etgan shaxsning pensiyasini olishni davom ettirish maqsadida o'limni yashirish holatlari ham uchrab turadi. Aynan shu kabi holatlarning oldini olish uchun davlat hujjatlarini rasmiylashtirish jarayonini kuchaytirgan. Bu esa haqli ravishda pensiya olgan va yordamga muhtoj bo'lgan oilalar uchun ham biroz qiyinchilik tug'diradi. Chunki har bir holat qat'iy tekshiruvdan o'tkaziladi. Ko'zdan panada qoladigan nozik jihatlar. 1. Raqamlashtirishning o'ziga xosligi. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari Maydoka.gov.uz portal orqali raqamlashtirilgan bo'lsa-da, o'limni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni shaxsning, ya'ni murojaat qiluvchining jismoniy ishtirokini, hujjatlarning aslini taqdim etishni talab qiladi. Shuning uchun bu jarayonni to'liq onlayn tarzda amalga oshirish hozircha imkonsiz. Portal orqali faqat ba'zi ma'lumotlarni tekshirish yoki navbat olish mumkin bo'lishi mumkin. Lekin yakuniy hujjatni olish uchun FDYga shaxsan borish shart. 2. Muddatlar. O'lim nafaqasini olish uchun belgilangan muddatlar mavjud. Odatda o'lim haqidagi guvohnoma olingan kundan boshlab ma'lum bir muddat, odatda 6 oy ichida murojaat qilish lozim. Bu muddatni o'tkazib yuborish nafaqani olish imkoniyatini yo'qotishi mumkin. Ba'zi hollarda uzrli sabablar bilan bu muddat uzaytirilishi mumkin, lekin buning uchun qo'shimcha hujjatlar va izohlar talab qilinadi. Shuning uchun
hujjatlarni rasmiylashtirishni kechiktirmaslik juda muhim. O'tuv, ishonchnoma, agar marhum hayotlik davrida kimlargadir o'z nomidan ish yuritish uchun ishonchnoma bergan bo'lsa, uning vafot etishi bilan bu ishonchnomaning muddati avtomatik ravishda tugaydi. Shuning uchun marhumning mol-mulki yoki boshqa ishlar bilan bog'liq masalalarni hal qilishda yangi tartib-qoidalar asosida merosxo'rlik qonunlari bo'yicha ish ko'rishga to'g'ri keladi. Bu ham ko'pincha oila a'zolarini chalg'itishi mumkin. Chunki ular ishonchnoma hali ham amal qiladi deb o'ylashlari mumkin. 4 mahallaning roli garchi rasmiy hujjatlarni to'plashda davlat idoralarining vakolati asosiy bo'lsa-da, mahalla fuqarolar yig'inining roli hamon muhim. Mahalla vafot etgan shaxsning yashash joyini tasdiqlashi oilaga amaliy yordam berishi mumkin. Ba'zan, ayniqsa chekka hududlarda mahalla raisining tavsiyasi yoki yordami orqali dastlabki jarayonlarni tezlashtirishga yordam berishi mumkin. Ammo bu yakuniy hujjatni rasmiylashtirishni o'rnini bosa olmaydi. Ular sizga qayerga borish kerakligini aytib berishda birinchi manba bo'lishi mumkin. Mahalla faqatgina yo'naltiruvchi va maslahat beruvchi rolini bajaradi. Rasmiy hujjatlar davlat idoralari tomonidan beriladi. Amaliy tavsiyalar endi esa aziz tomoshabinlarim eng muhim qismga keldik. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib ortiqcha sarsongarchilik va stressdan qochish mumkin? Men sizga aniq bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Bu sizga amaliy jihatdan juda foydali bo'ladi. Irgadam, shifokorni chaqiring va tibbiy ma'lumotnomani oling. Yaqiningiz vafot etgan zahoti birinchi navbatda tez tibbiy yordamni yoki oilaviy poliklinika shifokorini chaqiring. Shifokor vafot etgan shaxsni ko'rikdan o'tkazib, o'limni tasdiqlaydi va o'lim haqida tibbiy ma'lumotnoma o'lim sababi ko'rsatilgan beradi. Bu hujjat FHDYO idorasidan o'lim haqidagi gerbli guvohnomani olish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Tibbiy ma'lumotnomani ehtiyot qiling, chunki u barcha keyingi jarayonlar uchun zarur bo'ladi. Agar shaxs kasalxonada vafot etgan bo'lsa, bu ma'lumotnomani kasalxona ma'muriyatidan, ya'ni shifoxonaning arxiv bo'limidan olasiz. Bu ma'lumotnoma odatda 2 nusxada beriladi. Birini o'zingizda saqlang, ikkinchisini FHDga taqdim etasiz. 2 qadam. FHDga idorasidan zax o'lim haqidagi guvohnomani oling. Tibbiy ma'lumotnoma bilan birga vafot etgan shaxsning doimiy yashash joyidagi yoki o'lim yuz bergan joydagi fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo'limiga FHDga xalq orasida ZAKS deb ataladi, murojaat qiling. Bu yerda sizga o'lim haqidagi gerbli guvohnoma beriladi. Bu guvohnoma qonuniy kuchga ega bo'lgan va davlat tomonidan tasdiqlangan hujjat hisoblanadi. Buning uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Men vafot etgan shaxsning pasporti yoki yangi namunadagi ID kartasi, asl nusxasi. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, bu haqda IIBga xabar berganlik haqidagi ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. 2. Vafot etgan shaxsning pensiya guvohnomasi asl nusxasi. Tibbiy ma'lumotnoma shifokor bergan o'lim sababi ko'rsatilgan hujjat asl nusxasi 4. Murojaat qiluvchining, ya'ni yaqin qarindoshning pasporti yoki ID kartasi asl nusxasi. 5. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, masalan, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi. Bu hujjatlar sizning vafot etgan shaxsga yaqin qarindosh ekanligingizni isbotlaydi. FHDYO idorasida sizdan ariza yozishni so'rashadi. Ariza namunasi odatda ularda bo'ladi, siz uni to'g'ri to'ldirasiz. Bu guvohnoma dafn marosimini o'tkazish, meros masalalarini hal qilish va pensiya jamg'armasidan o'lim nafaqasini olish uchun asosiy hujjat hisoblanadi. Undan bir nechta nusxa olishni unutmang, chunki u turli idoralar uchun kerak bo'ladi. 3 qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. FHDYOdan olingan o'lim haqidagi gerbli guvohnoma bilan vafot etgan shaxsning yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Bu yerda sizga marhumning pensiya to'lovlarini to'xtatish va o'lim nafaqasini, dafn pulini olish uchun ariza yozishni so'rashadi. Buning uchun quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. O'lim haqidagi gerbli guvohnoma, FHDYOdan olingan asl nusxasi va bir nechta nusxalari. İlk vafot etgan shaxsning pensiya guvohnomasi. Murojaat qiluvchining pasporti yoki ID kartasi. Qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, nikoh guvohnomasi. Ba'zi hollarda vafot etgan shaxsning oxirgi ish joyi haqidagi ma'lumotlar ham talab qilinishi mumkin, agar u ish staji uchun pensiya olgan bo'lsa. Bu ish stajini aniqlash va pensiya miqdorini to'g'ri hisoblash uchun kerak bo'ladi. Pensiya jamg'armasidan o'lim nafaqasi, dafn puli hozirda O'zbekiston Respublikasida belgilangan minimal
pensiya miqdorining kamida 3 barobar miqdorida to'lanadi. Bu pul odatda bir necha kun ichida murojaat qiluvchining bank hisob varag'iga o'tkaziladi. Ba'zi hollarda agar bank hisob varag'i mavjud bo'lmasa, maxsus hisob ochishga to'g'ri keladi. Qo'shimcha maslahatlar: 1. Hujjatlarning holatini tekshirish. Hozirdanoq keksa yoshdagi yaqinlaringizning pasportlari muddati o'tmaganligini, pensiya guvohnomalari mavjudligini va ulardagi ma'lumotlar to'g'riligini tekshiring. Hujjatlardagi har qanday nomuvofiqlikni oldindan bartaraf etishga harakat qiling. Barcha muhim hujjatlarni bitta joyda tartibli saqlashga odatlaning. Ma'lumotlarni yig'ish. Oilangizning barcha a'zolari muhim hujjatlar qayerda saqlanishi, qanday tartibda rasmiylashtirilishi haqida xabardor bo'lsin. Bu kutilmagan vaziyatlarda ularni topishni va kerakli choralarni ko'rishni osonlashtiradi. 30. Mahalladan yordam. Yuqorida aytganimdek, mahalla fuqarolar yig'ini rasmiy hujjatlarni rasmiylashtirmasa ham, ular sizga ma'naviy yordam berishlari, yo'l yo'riq ko'rsatishlari va ba'zi dastlabki so'rovlarda yordam berishlari mumkin. Mahalla vakillari bilan aloqada bo'lish har doim foydali. 4. My.gov portalini kuzatib boring. Ba'zi axborotlarni tekshirish yoki ayrim davlat xizmatlariga navbat olish imkoniyatlari ushbu portalda mavjud bo'lishi mumkin. Lekin o'limni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish uchun FHDYoga shaxsiy tashrif talab qilinadi. Ba'zi hujjatlarni onlayn tarzda tekshirish imkoniyatlari mavjud bo'lsa-da, hujjatlarning asl nusxalari bilan ishlash muhimligini yodda tuting. Esingizda bo'lsin, bu jarayonlarni qanchalik tez va tartibli amalga oshirsangiz, shunchalik kam muammoga duch kelasiz va yaqinlaringizning xotirasiga hurmat bajo keltirishga ko'proq e'tibor qarata olasiz. Xulosa va yakuniy chorlov. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugun biz juda muhim va nozik mavzuni ko'rib chiqdik. Vafot etgan nafaqaxo'rlarni dafn etishda va ularning ortidan qolgan yaqinlariga davlat tomonidan ko'rsatiladigan yordamni olishda hujjatlarning ahamiyati beqiyosdir. Biz hozirda yuzaga kelgan o'zgarishlar, oldin qanday bo'lganligi va hozirgi talablar haqida, ularning sabablari va oqibatlari haqida batafsil gaplashdik. Shuni unutmangki, davlat hech qanday fuqaroni dafn etishdan bosh tortmaydi. Ammo tegishli hujjatlarsiz jarayon murakkablashishi va moliyaviy yordamni, ya'ni dafn nafaqasini olish qiyinlashishi mumkin. Shuning uchun bu ma'lumotlarni bilish va hozirdanoq tayyorlanish juda muhim. Yaqinlaringizning hujjatlarini tartibga solish, ularning holatini tekshirish va oila a'zolarini xabardor qilish bugungi kundagi eng muhim vazifangiz bo'lishi kerak. Oldindan ogohlantirilgan, demak qurollangan degani. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi va siz ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Sizning fikrlaringiz men uchun juda qadrli. Marhamat, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, savollaringizni yoki shaxsiy tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Men har bir izohni diqqat bilan o'qib chiqishga va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like tugmasini bosing va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu kanal siz kabi odamlar uchun muhim ma'lumotlarni yetkazishda davom etishi uchun juda muhim. Kelgusi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni asrang, salomat bo'ling.